Assalomu alaykum, omonmisizlar. Yaxshilarni olib charchamay. Xudo xohlasa, hop, ariq suvimizni 2 marta, 3 martadan yangilab oldik. Ariq suvida kislorod yaxshi ekan. Baliqlarimiz shunaqaga maza qilib yurishibdi. Hop, mabodo oqova suv borlarga, ariq suv borlarga maslahatimiz shu ariq, zakan suvlarda boqqan yaxshi ekan. Shunaqa gaplar. Baliqlarda bakteriyalar yo'q. Xudo xolisa hammasi yaxshi. Suv endi kelib qoldi bizga. Baribir o'chib qolsa kerak. Avvalo o'chmasin. Va ana baliq. Shunaqa baliqlarimiz ovqatlanishi hammasi yaxshi bo'lar ekan. Kislorod, barchasi kislorodda ekan. Hozir ham mana kislorodimiz 750 ariq suvda chiqyapti. Bu yerda 6 chiqyapti. Bu yerda. Baliqlar iste'mol qilib yeb qo'yapti-da. Shunaqa gaplar. Baliq boqadiganlarga shu harakatlarni qilaverasizlar, to'xtab qolish yo'q.